Assalomu alaykum. Shampinyon qo'ziqo'rni xato va sirlari. Siz qo'ziqo'rni qilmoqchisiz, lekin joy qilishingizga ikkilanmaysiz. Kichkina joy qiling yoki katta joy qiling yoki oldin bitta qilib ko'rsam yaxshi edi deb o'ylaysiz. Shuni yaxshi edi deb o'ylamasdan sizlarga zo'r bitta variant qilib qo'ydim. Har bitta polkamga mana joyimda 15 ta qator bor. 15 qator. Shu 15 ta qatorga har bittasini har bitta o'rganmoqchi bo'lgan odamga qilib beraman va hosili chiqqandan keyin hosilning oxirini 50-50 qilib bo'lishamiz. Misol uchun birinchi istilash siznikimi, siz men bilan bo'lishasiz, qolgan bilan bo'lishmaysiz. Polkaning egasi bilan men bilan bo'lishadi foydasini. Shu qo'ziqo'rni terilgan anaqasini. Ham o'rganasiz, ham bergan pulingizni mayli Alloh berib qolsa hammasini ishlab ketasiz yoki yarmini ishlab ketasiz. Bilaman olib ketasiz. Pulga ham kuymaysiz. Keyin dalishni men qo'ziqo'rni qilamanmi, yo'qmi? O'zingizga o'zingiz savol berasiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Agar qilmoqchi bo'lganlar, iltimos Telegramdan yozinglar. Men shunga qarab yangi komandani tuzib tez boshlab yuboraman ishni. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamanglar.